ertalabdan asabbuzarlik, kecha jonli efir qilayotganimda bir hayolimga keldi. Yana yozib olishyapti, yana kesib tarqatishadi dedim ham даже, xuddi shu narsa bo'ldi. Hozir uyqudan turib bundoq qarasam, Shahzod Gold ukam yozibdi. Aka, assalomu alaykum. Onajonimga uzuk berganim haqida gapiribsiz. Buning nimasi yomon deb endi yozibdilar ukam menga. Kimlardir jalab onasiga bir uzuk olib bersa ham videoga olyapti hozir. Kimlardir dadasiga mashina bersa ham video olyapti. Umrda yeydi-da shular bor. U seni ba'zi qiladigan ishing. Onang uchun, otang uchun bittasi singlisiga telefon beradi, men olib chiqib. Biz bermaganmiz, biz singillarimizga uylar qo'yib berganmiz. Sababi kecha o'sha ba'zi bir kontent qilaman degan eshiklar 11 minutlik jonli efirdan aynan 30 sekund, 20 sekund joyini kesib, unga shu mashhur 2-3 ta odamlarni o'sha o'zini yaqinlariga qilgan sovg'alarini, videolarini qo'yib turib, o'sha fitna chiqarish uchun, ya'ni prosmotr yig'ish uchun, oddiy qilib aytganda, o'shani yasashgan. Uni rasmini, videosini meni fonimga qo'ygandan keyin, tabiiy holki, u odam men haqimda gapiryapti deb o'ylaydi. Avvalambor o'sha gap, kecha aytdim-ku, o'sha hurmatli blogerlar dedim. Men bitta Asad Pitegaragani bor, bloger u bola, sportchi bola emas. Ana $100 onasiga beradi-da, ko'rsatib beraveradi-da, o'shanga tekkizib gapirilgan endi. Mayli o'sha adresovni gapirishga ham, umumiy gapirishga ham odam qo'rqib qoldi. Umuman jonli efirdan qo'rqib qoldi. Bundan o'sha haterlar boshqalar zo'r foydalanyaptilar, gap yo'q, amallayaptilar. 2-3 ta mashhur odamning gaplarini terib turib, unga uni rasmini qo'yib yuboryaptilar. Shu bilan onasiga kirib ketyapti hamma joy. Lekin men ustun ariza ham tushdi, xuddi shu mavzu bo'yicha. Men boshqa narsani gapirganman. Bolalar videoda o'sha odamning rasmini qo'yib turib, tarqatgandan keyin u odam uni ko'rib, men o'zimdan so'ramasdan turib, ustunda yozgan. Endi boshqa odamni. Hozirgi holatda o'sha aytganman kecha. To'lig'ini qo'yaman jonli efirni. Yaxshi bolalar yozib olishdi, tashlab berishdi. Lentaga qo'yib qo'yaman, lekin yomon gaplar gapirilmagan. Bor narsani aytganman. Chunki ota-onaga qiladigan narsamiz bu dunyodan berib yuborsak ham kam. Uni hada olib chiqib ko'rsatavermaylik. Avvalambor bu yaxshi, to'g'ri. Конечно bu yaxshi, chunki siz bu narsaga erishdingiz. Onangizni, otangizni bir vaqtda sizga berilgan tarbiyasini, sizga ajratgan vaqtini, umrini, samarasini ko'rsatyapsiz. Bu to'g'ri, lekin shuni qila olmayotganlar ham bor-da, ularni ko'nglidan o'tib qolmasin degan ma'noda o'zi gapirilgandi. Ya'ni passiv boshqacha bo'lgan, passiv ya'ni yo'naltirish. Uni kimdir shaxsiyatiga tegish yoki-da avvalambor bu internet tarmog'ida hamma o'z fikrini bildiradi. Demak, meni fikrim ota-onaga yoki-da yaqinlarga qilingan narsani video qilish meni fikrimda noto'g'ri. Shuni aytdim xolos. Kimgadir to'g'ri bo'lsa, unga to'g'ri. Shuning uchun bundan buyog'iga bunaqa ochiq-ochiq jonli efirlarni menimcha kamaytiramiz u. Chunki bundan buyog'i sal nozilroq mavzu bo'lib qoldi. Chunki bu qonuniy tomonlarini ham sal noziylashtirib tashlashdi. Chiqib o'zingiz fikringizni bildirsangiz, sen davlat xodimlariga xalqqa qayravyapsan degan joylari ham bo'ldi. Men o'zim chaqirishdi ham shu organ xodimlari. Shuning uchun umuman mana bu shaqni shu voqealar bo'lib qoldi bitta-ikkita. Mayli, hozir ularni ham hozir qaysi struktura, qaysi organizatsiyani aytsam ham yana boshimga balo bo'ladi. Umuman, короче, bosh balodan chiqmay qoldi internet orqasidan. Oldinlari internetga kirsak maza qilardik, kontentlar, yumor qilardik, boshqa hozir shunaqa ishlardan keyin hech narsaga qilgim kelmay qoldi. Umuman, даже sport qilyapman. Shuni ham aytishyapti, sen qari cholga nima keragi bor? Kuldirsam, nima sen uyalmaysanmi? Yoshingga qarab kuldirasan dedi. Qizlar bilan chiqsam, nima sen uyalmaysan? O'sha bilmayman nima qilish kerak.